Rassomlar ikki o'lchamli tekislikda uch o'lchamlik illyuziyasini yaratish uchun ikki asosiy badiiy vositadan foydalanadilar. Ulardan birinchisi perspektiva, bu haqida biz avvalgi videoda gaplashdik. Ikkinchisi yorug'lik va soya effektlari. Bugun shu haqida so'z yuritamiz. Soya bu yorug'lik manbasidan to'g'ridan-to'g'ri nur tushmaydigan hududdir. Manbadan chiqqan nurlar yo'lida to'siqqa duch keladi va undan keyin tarqala olmaydi. Natijada ushbu to'siqning ortida to'g'ridan-to'g'ri nur yo'qligi zonasi, ya'ni soya hosil bo'ladi. Rasmga soya qo'shish orqali rassom obyektlarning hajmi, shakli, makondagi joylashuvi va yorug'likning xarakterini ifodalaydi. Bizning dunyomiz yorug'lik va soyadan iborat. Yorug'lik bo'lmasa, hamma narsa zulmatda bo'lardi. Soya bo'lmasa esa hamma narsa mutlaqo tekis va shaklsiz bo'lardi. Rasmda yorug'lik rolini odatda qog'ozning oq rangi bajaradi. Rasmdagi soyalar tonlar yordamida ifodalanadi. Ton bu rangning yorqinligi yoki qorong'iligi darajasi. Tonlar shkalasida oq rang va qora rang mavjud. Ularning orasida esa juda ko'p kulrang tonlari joylashgan. Aynan shu ton qiymatlari rassom tomonidan yorug'lik, yarim tonlar va soyalarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Davom etishdan oldin biz kontrast va nyuans tushunchalarini ko'rib chiqishimiz kerak, chunki ular keyingi mashg'ulotlarda tez-tez uchraydi. Yorug'lik va soya kontekstida kontrast bu kuchli farq, nyuans esa zaif farq. Masalan, qora va oq rang orasidagi farq sezilarli hisoblanadi. Bu kontrast. Kulrang va oq rang orasidagi farq esa unchalik kuchli emas, bu nyuans. Har qanday forma turidan qat'iy nazar ikkita asosiy soya turiga ega: o'z soya va tushuvchi soya. O'z soya bu formaning o'zidagi yorug'lik manbasidan burilgan soya qismidir. Burilish formalarida, masalan, kub yoki prizma, o'z soya chegarasi aniqroq va kontrastliroq ko'rinadi. Chunki bunday formalarning tekisliklari aniq qirralar bilan ajralgan. Aylanish formalarida yorug'likdan soyaga o'tish yumshoqroq bo'ladi. Shuning uchun o'z soya chegarasi ham yumshoq ko'rinadi. Soyaning xarakterini o'zgartirish orqali formaning ko'rinishini vizual tarzda o'zgartirish mumkin. Uni ko'proq burchakli yoki ko'proq yumaloq qilib ko'rsatish mumkin. Tushuvchi soya bu obyektning boshqa yuzaga tushirgan soyasidir. U formaning tekislikdagi proyeksiyasidir va perspektivani hisobga olgan holda obyektning umumiy siluetini takrorlaydi. Tushuvchi soyada bir qator xususiyatlar mavjud. Birinchidan, u tekis shaklga ega. Tushuvchi soyaning konturi chiziqlardan iborat bo'lib, ular o'z shakliga mos ravishda perspektiva qonunlariga bo'ysunadi. Ikkinchidan, tushuvchi soyaning chekkalari aniq yoki yumshoq bo'lishi obyektning tekislikdan masofasiga bog'liq. Obyekt tekislikka yaqin bo'lsa, soyasi chekkalari aniqroq. Masofa ortsa, soyasi yumshoqroq bo'ladi. Yorug'lik manbalari tabiiy va sun'iy manbalarga bo'linadi. Tabiiy manbaga quyosh kiradi, uning nurlari shartli ravishda parallel deb hisoblanadi. Sun'iy manbalar, lampochkalar, chiroqlar, mashina faralari nurni konus shaklida tarqatadi. Yorug'lik manbasining o'lchami soyani xarakteriga ta'sir qiladi. Kichik manba qattiq chekkali qorong'i soyalarni hosil qiladi. Katta manba, masalan, softbox yoki bulutli osmon, chekkalari yumshoq va tarqalgan yengil soyalarni yaratadi. Yorug'lik. Yorug'lik obyektga tushganda uning yuzasida ikki asosiy hudud hosil bo'ladi: yorug'lik hududi va soya hududi. Ular orasidagi chegaraga terminator deyiladi. Burilish formalarida
u aniq chiziq sifatida ko'rinadi. Aylanish formalarida esa yumshoq o'tish hosil qiladi. Yorug'lik hududi yorug'lik manbasiga qaraydi va unga bilik va yarim tonlar kiradi. Bilik bu yuzadagi eng yorqin nuqta bo'lib, asosan silliq va yaltiroq materiallarga xosdir. Yarim tonlar bilikdan terminatorga tomon yumshoq o'tishni hosil qiladi. Soya hududi yorug'likdan burilgan bo'lib, unga o'z soya, refleks, okklyuzion soya va tushuvchi soya kiradi. O'z soya bu formaning asosiy soya massasidir. U ton jihatdan oddiy ko'rinishi mumkin, ammo real sharoitlarda aks etgan yorug'lik sababli deyarli har doim nozik farqlarni, nyuanslarni o'z ichiga oladi. Refleks bu atrofdagi tekisliklardan, obyektlardan soya hududiga tushadigan aks etgan yorug'likdir. U har doim yarim tonlardan qorong'i, o'z soyadan esa yorqinroq bo'ladi. Refleks faqat yonida yorug'likni aks ettira oladigan obyektlar mavjud bo'lganda paydo bo'ladi. Okklyuzion soya soyali hududning eng qorong'i qismi bo'lib, unga deyarli to'g'ridan-to'g'ri yoki aks etgan yorug'lik tushmaydi. Ko'pincha u ikkita obyekt tekishgan joyda bo'ladi va mayda maydonni egallaydi. Tushuvchi soya o'z soya massasiga qaraganda kamroq aks etgan yorug'lik oladi. Odatda, ayniqsa ochiq havoda, tushuvchi soya ko'pincha o'z soyadan qorong'iroq ko'rinadi. Agar biz aks etgan yorug'likning umuman mavjud emasligi sharoitida bo'lsak, masalan, koinotda o'z soya va tushuvchi soya bir xil qorong'i bo'ladi. Biroq haqiqiy muhitda soyalar deyarli har doim aks etgan yorug'lik bilan to'ldiriladi. Bu ularni ton va vizual jihatdan jonli qiladi. Yorug'lik obyektga tushganda uning yuzasida juda ko'p tonlar paydo bo'ladi. Qog'ozda tonlar orasidagi barcha nozik farqlarni aks ettirish imkonsiz va o'quv rasmda buning hojati yo'q. Haqiqiylikning ishonarli illyuziyasini yaratish uchun cheklangan miqdordagi tonlar yetarli. Odatda taxminan 10 ta. Soyani tasvirlashda qaysi ton qiymatlaridan foydalanishni tushunish uchun tonlar shkalasi va qoragacha bo'lgan yo'lning yarmi usuli qo'llanadi. Usulning muhim sharti. Ushbu usul faqat quyidagi shartlarda ishlaydi. Birinchidan, mat material bo'lishi kerak. Masalan, gips. Ikkinchidan, bitta yorug'lik manbasi bo'lishi kerak. Masalan, peshin quyoshi va bulutsiz toza osmon. Boshqa sharoitlarda ichki yoritish, bulutli ob-havo, rangli yorug'lik, yaltiroq materiallar. Unda bu usul faqat taxminiy yo'naltiruvchi model sifatida ishlatiladi. Birinchi qadam. Obyektning haqiqiy tonini, ya'ni uning albedosini aniqlashtir. Albedo bu materialning tabiiy yorug'lik darajasi, ya'ni nur bilan yoritilishidan qat'iy nazar, uning o'zi qanchalik yorug' yoki qorong'i ekanidir. Masalan, qora va oq qog'oz o'rtasidagi farq yorug'lik manbasi qanchalik kuchli bo'lmasidan qat'iy nazar har doim saqlanib qoladi. Bu farq aynan albedo bilan bog'liq. Soddalashtirib aytganda, albedoni yoyilgan yorug'likda, masalan, bulutli ob-havoda ko'rinadigan ton deb qabul qilish mumkin. Agar obyekt rangli bo'lsa, uni suratga olib, fotoprogrammada, masalan, Photoshopda rangini to'liq olib tashlash foydali bo'ladi. Olingan qora-oq rasm rang ta'sirsiz, faqat tonlar orasidagi munosabatlarni ko'rishga yordam beradi. Biz misol sifatida gips kubni olaylik. Uning albedosi oq. Tonlar shkalasida bu 0 qiymatga, ya'ni eng yorug' toniga to'g'ri keladi. Ikkinchi qadam. O'z soyaning tonini aniqlash. Tonlar shkalasi 11 ta bo'limdan iborat. 0 dan 10 gacha. Ya'ni yorug'lik va qorong'ilik orasida 10 ta qadam mavjud.
O'z soyaning tonini aniqlash uchun biz umumiy bo'limlar sonidan obyektning albedosini ayiramiz. Keyin hosil bo'lgan oralikni teng 2 ga bo'lamiz. Bizning oq kub misolida 11 dan 1 ni ayiramiz, 10 ton qoladi. Keyin 10 ni 2 ga bo'lamiz, 5 degan rezultat chiqadi. 5 raqamli ton o'z soyaning toniga teng bo'ladi. Bu obyekt albedosi bilan qora rang orasidagi yo'lning aynan yarmidir. Agar tushuvchi soya xuddi shu albedoga ega bo'lgan yuzaga tushsa, masalan, oq kub oq tekislik ustida turgan bo'lsa, tushuvchi soyaning toni ham 5 raqam ostidagi tonga teng bo'ladi. Ammo biz allaqachon refleks haqida bilamiz va o'z soyasi tushuvchi soyaga qaraganda ko'proq ikkilamchi yorug'lik olishini ham bilamiz. Shu faktni hisobga olib, tushuvchi soyani 1 ton qorong'iroq qilib belgilashimiz mumkin va 6 raqamli tonni tanlaymiz. 7 raqamli ton bu okklyuzion kontakt soyaning tonidir. Bu soya hududning eng qorong'i qismi bo'lib, bu yerga deyarli na to'g'ridan to'g'ri, na aks etgan yorug'lik yetib boradi. 4 raqamli ton refleksga tegishlidir. Ushbu qiymatdan yorug'roq bo'lgan barcha tonlar yorug'lik hududiga kiradi va yarim tonlar uchun ishlatiladi. Refleks har doim soya hududi ichida qoladi va hech qachon yarim tonlardan yorug'roq bo'lmasligi kerak. Ushbu o'quv usuli doirasida 7 raqamdan qorong'iroq tonlar formani tasvirlash uchun ishlatilmaydi. Shunda soya qoraga cho'kib ketmaydi va forma o'qilishi saqlanib qoladi. Qorong'iroq tonlar faqat quyidagi hollarda foydalanishi mumkin. Agar obyektning albedosi yoki kub turgan tekislik qorong'iroq bo'lsa. Agar obyekt yuzasida bilik mavjud bo'lsa, albedo sifatida 1 raqamli ton olinadi. 0 raqamli ton esa qog'ozning sof oqligi faqat bilikni ko'rsatish uchun zaxirada qoldiriladi. Refleks kuchi atrofdagi yuzalarning albedosiga bog'liq. Agar obyekt oq rangli yuza ustida turgan bo'lsa, refleks kuchliroq bo'ladi, chunki oq materiallar ko'proq yorug'likni qaytaradi. Agar atrofdagi yuzalar qorong'i bo'lsa, refleks zaiflashadi yoki deyarli ko'rinmasligi ham mumkin. Rangli yuzalar bo'lsa, refleks mos rangni oladi. Har doim esda tuting. Soya hududidagi eng yorug' qism har doim yorug'lik hududidagi eng qorong'i qismdan qorong'iroq bo'ladi. Yorug'lik va soya bilan ishlashda ishonarlikni ta'minlaydigan yana bir muhim shart bu tomoshabinga bir vaqtning o'zida ko'rinib turgan forma tekisliklari sonidir. Masalan, agar kub faqat bitta tekislik orqali ko'rsatilsa, bir nuqtali perspektivadagi frontal ko'rinish masalan, forma yomon o'qiladi va tomoshabinga uning hajmli obyekt ekanini anglash qiyin bo'ladi. Ikki tekislik tasvirlanganda forma ancha tushunarli bo'ladi, biroq yana yetarlicha ifodali bo'lib qolmaydi. Eng yuqori o'qiluvchanlikka kubning 3 ta tekisligi bir vaqtning o'zida ko'rinib, ularning har biri ton jihatdan aniq ajratilganda erishiladi. Telegram kanalda Havora tavsifda bo'ladi. Bugungi mavzu bo'yicha bir nechta mini leksiyalar jamlangan playlist va shuningdek ushbu leksiyalar uchun subtitrlar bo'ladi.